Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana bugun Toshkent Abdusaxiy avtovogalimizdan Kazan Moskva Ufa Perm yo'nalishida bo'lgan avtobusimizni pasatka jarayonlariga Moskva Kazan yo'nalishi bo'yicha qo'yilgan avtobuslarimizni pasatka jarayonida mana ukamiz ma'lumotlar beradi. Ma'lumotlarni berib o'taman o'zim. 30 kilogacha yuklaringlar положенный bo'ladi. Kimga shunaqa ishonchli avtobus xizmatlari kerak bo'ladi, ham siz bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib, bir kun oldin biletinglarni bron qilsanglar bo'ladi. Onlayn tarzda avtobusimizning ichki sharoitlarini ko'rsatib o'taman. Mana bizning avtobusimizning ichki sharoitlari pasatka jarayonlari uchun bo'lgan. 51 mesdagi 51 odam o'tirgan, undan ortiqcha odamlar o'tirmaydi. Avtobusimizning komfortli, qulaylik taraflari zarachik uskunalari, konditsioner, pechka va monitorlarimiz bor. Ikkita monitorlarimiz bemalol videolarni ko'rib ketishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Qo'nishda hamma iftorlik vaqtiga to'g'ri kelib qoldi. Hamma iftorlik qilishmoqda. Bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib, biletlarni onlayn tarzda bir kun oldin bron qilib, ma'lumotlarni olib, Rossiyaning istalgan shaharlariga yo'lga chiqib ketsanglar bo'laveradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Tanlovda adashmanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'ling.